Tojikistonda umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel orqali borsa qanaqa bo'ladi? Narxlar degan obunachilarimiz uchun qanday qilib joylarimizni bron qilamiz degan obunachilarimiz uchun bu video xudo xolasa bo'ladi sizlar uchun. Videoda o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Undan oldin 14 kunlik umra safariga borish narxlari qanaqa bo'lyapti? Borgandan keyin sharoitlari qanaqa degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa boshidan sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring yangi videolar birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Biz Abdug'ofur akadan to'liq ma'lumot olishda boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, tojikistonlik obunachilarimizni kutilmagan holatda boshidan narxlar bilan tanishtirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Farg'onadan reyslarimiz kunlari 29-avgust va 30-avgust kunlari bor. Avgustda oxirgi kunlarida reyslarimiz qo'yildi. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkent shahridan qo'yilgan avgust oyidagi reyslarimiz 24 va 25-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkent shahridan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun sentyabr oyidagi kunlari 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6-sentyabr, 7 va 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini ham $965 qilib beramiz. Biz Vodiydan bormoqchimiz, sentyabr oyida bormoqchimiz deydigan obunachilarimiz uchun Namangandan reyslarimiz bor. Namangandan reyslarimiz kunlari sentyabr oyiga 3-sentyabr kuni bor, 10-sentyabr kuni, 17-sentyabr kuni va 24-sentyabr kuni reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini ham $995 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib o'z joylarini bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Zo'r. Endi aka, biz Tojikistondan kuzatib turib, qanday qilib joyimizni bron qilamiz deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib joylarni bron qilishadi aka? Xo'p, mana shu nomerlarda WhatsApplarimiz, Telegramlarimiz ishlayapti. Bemalol o'sha zagram pasportlarini tashlab bersalaring, rasmiy hisob raqamlar beramiz. Shunga jindekkina o'sha zakolat summasi, viza pulini tashlab bersalaring, qolganini aeroportga kelganda hisob kitob qilaverasizlar. Bemalol onlayn joylarni bron qilsalaring bo'ladi. Yana aloqaga chiqsalaring, to'liqroq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Xo'p, lekin avtobus xizmatlari qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi gastinisamizda. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xudo xolasa Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamsiz so'mka bejik beriladi. Qaytalayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlari mumkin. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlari turibdi. Telefon qilsalaring chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlar yetkazib beriladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, bu videoda umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Albatta ularga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha